Allohning eng mahbub bandasi Rasuli akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo Qur'oni Karimda u kishini avvalgi va oxirgi gunohlari kechirilganligi, maqomi mahmudga sazovorliklari hammasini aytib qo'ygan. Lekin u zot nima deydilar? Nima deydilar sizmi? Allohga istig'for aytinglar. Men har kuni 100 marta Allohga istig'for aytaman deydilar. Bitta begunoh odam bo'lsa, zot bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vassalom ma'sum. Lekin shu zot ham kamida har kuni niyat bilan 100 marta istig'forni aytar ekanlar. Mana shu haqiqatlarni biz yaxshi bilishimiz kerak. Yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Ana bekorchi gaplardan, g'iyvatdan, chaqimchilikdan, behuda, har xil besavob narsalardan ko'ra tilimiz, dilimiz, vujudimiz istig'for bilan mashg'ul bo'lsa, qancha savob, qancha xayr, qancha baraka, qancha yuksaklik, qalb pokligi, Allohga yaqinlik. Mana shu narsalar hammasi bizning yodimizda turishi kerak.